Barselona futbolchisi Lamine Yamal ro'za tutishni boshlagandan keyin o'yini aql bovar qilmas darajada kuchayib ketdi. Shu fikrimga qo'shilganlar bitta like bosamiz. Mana bu gol kecha urildi. Atletik Bilbaoga qarshi mehmonda Lamine Yamalning yagona fantastik goli evaziga Barselona 3 ochkoni o'ziniki qildi va La Liga turnir jadvalida peshqadamligini saqlab qoldi. Undan oldingi o'yinlarda ham kim ko'rgan bo'lsa Atletico Madridga qarshi o'yinda Lamine Yamal fantastik o'yin namoyish qildi. Undan oldin esa adashmasam hat-trickka erishgandi. Nima deysizlar? Lamine Yamal bu yilgi La Ligani eng zo'r o'yinchisi bo'la oladimi? Oltin to'p haqida jahon chempionatidan keyin gaplashsak, menimcha to'g'ri bo'ladi. Demak, Lamine Yamal adashmasam hozirgacha 10 ta yoki 11 ta o'yinda MVP ni qo'lga kiritdi, ya'ni uchrashuvning eng zo'r futbolchisi. Nima deysizlar? La Ligada o'tgan yil Rafinha, bu yil esa Lamine Yamal eng zo'r futbolchi bo'ladimi? Kommentariyaga fikrlarni yozib qoldiramiz. Rahmat. Darvoqe, nima ham deymiz? Lamine Yamalga omad tilab qolamiz. Bizni eshitmasa ham tutgan ro'zalari qabul bo'lsin deb Lamine uchun duo qilib qo'yamiz do'stlar. Axir Lamine musulmon futbolchi-ku. Bizni kuzatishda davom eting.